Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari. Bugun 27-oktyabr dushanba kuni. Hozir Xorazm viloyatiga bitta akamizga katta shu 3 metr, 4 metr bo'lgan ko'chatlardan ko'chiryapmiz. Keyin Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumaniga ikkita ularga ertaroq sovuq tushadi, shuning uchun yer muzlamasdan уже sezon boshlandi. Xudo xolasa massiv ko'proq oladiganlar mana bu yerlarni ham ko'rsating. 25 ming, 30 mingta ko'chatimiz bor. 1 gektardan oshiq joyga ekilgan. Bu yo'lni bu yerda ham 15 kun kechroq ekilgan maydalari ham bor. Men yaradim. Bo'ylari eng kami 2 metr. Balandligi qolgani 5 metr, 6 metr. Mana bo'yim o'rtacha joyda turibmiz, chekka joyda. Mana shundan o'lchamoqsiz bo'laveradi. Uzoqroqdan olingchi, men ko'rinaman. Bu tarafda quyosh tushib turgan sababli hozir bu yoqqa qaratib olyapmiz. Biz asosiy ko'chatlarimiz bu tarafda. Bu tarafga quyosh tushayotgan uchun ko'chatlarning qalinliklari ham zo'r. Bu o'rtacha ko'chatimiz. Lang taraflar bundan ham qalin. Keyin oxirgi marta 2-avgust kuni suv qo'yilgan. Shuning uchun bu tomirlari kattaroq tomir chiqsin deb hozir mana lemuqda ko'chirilyapti. Agar traktorda ko'chirilsa, tomir bundan ham katta chiqadi. Massiviy oladigan Qozog'iston, Tojikiston bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Mana bu taraflarda ham o'zimni to'laman. Xudo xolasa, bu yog'i bizning to'lishon. Bu yog'i xudo xolasa ko'chatlarimiz serob, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Agar ko'proq oladiganlarga o'sha kelishtirilgan narxda qilib beramiz. Obodonlashtirishlar bo'lsa, 10 tonna qilib boylab, bayt to'kilishi ham boshlandi. Xudo xolasa. Ekish boshlandi. Mana уже oktyabrda 10dan beri ko'chirilyapti. Biz bugun birinchisi, xudo xolasa. Nasib bo'lsa yana telefon qilaverasizlar, mana shu raqamlarga. Qolganini o'sha ish jarayonlarini ko'rsatamiz. Lemuqda bunaqa maxsus 10 kilodan og'ir bo'lgan temirda ko'chiramiz, tomirlari chiroyli chiqish uchun. Mana ko'chatlarimiz. Bo'ylari. Bo'yni ko'ryapsizlar. Bu eng kichkina tarafdan boshlaganmiz. Bugun bu yoqqa 10 tonna qilib qo'yapmiz. 10 ta qo'yilgan bu yoqqa? 10 ta 10 tadan. 10 ta 20 ta 30 ta 40 ta 50 ta 60 ta. Keyingisi. Bu odamni chiqib ba'dan ko'chat oladi-da. Ko'chatlarimiz tashqaridan ko'rinishi. Va bu yoqda, bu yoqda. Hozir turgan vaqti bu. Mana men ko'rdim. Mana bu yog'i o'sha oxirigacha ketgan. Yurib olib kelavering. Past tarafidan bu yoq baland tarafga qarab ketaveradi. Baylarni to'ptaligi haqiqiy algina pavilonlar bari katta bo'ladi, tanasi kichik bo'ladi. Mana bu tarafda ham bor, o'ng'ay taraflarda. Bu taraflar ham polni xohlasa xalalari o'ta yo'g'on bo'lgan. Ashlarni ham muntazam bo'yini o'lchab yo'g'onliklari o'ta yo'g'on. Bu yoq ham boshga qarab ketgan. Ko'chatlar keng ekilgan, tana pishish uchun. Keyin tomiri zo'r chiqish uchun biz aytdimki, boya 3-avgustda 3 oy bo'ldi to'xtatganimizga. Suvni qancha kam bersa, tomir o'shandan suvga harakat qilib, tomiri zo'r bo'ladi. Bu palonga barib kesilgandan keyin asosiy tomir ishlaydi. Mana yo'g'onliklari ham bilagimdagilar. Aloqaga chiqarasizlar, ko'rsatilgan raqamlarga Telegram, WhatsApp nomerlarimiz bor. Sog' bo'lasizlar.